Assalomu alaykum, a'lo Chorva YouTube kanali hurmatli obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, xudo xolasa bugunga boshqacha o'zgacha partiya bo'ladi. Bayram arafa, xudo xolasa zo'r qilib aksiya qilib beramiz. Joning sog' bo'lgan ustuvor bo'g'ozlardan, xunajin bo'g'ozlardan to'plab chiroyli qilib to'plab qo'yganmiz. Xudo xolasa obzorlarni qilib beramiz. Xudo xolasa obzorlarni qilib ma'lumotlarni beramiz, narxlarni aytib o'tamiz. Ma'lumotlar yoqsa bemalol ekran nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixondan bo'ladi. 27-avgust haftaning payshanba kuni kunlar xayrli o'tsin. Xudo xolasa mollarni xunajin shvedlardan bor, bo'g'ozlardan, bo'g'oz ustuvorlardan olib kelganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bitta ma'lumotni beramiz. Blogeram o'zim, sotuvchi ham o'zim. Ko'pchilik biladi, bilmaganlar, yangi ko'rayotganlar bo'lsa, akalar, kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa podpishka qilib tursanglar, o'zimning kanalim uchun arzon narxlarda, sifatli yaxshi mollarni qo'yib boraman. Anchadan beri qo'yaman o'zi boshqa kanallarda ham. Buni o'zim uchun ochib qo'yganman. Xudo xolasa bundan ko'rib ham aloqaga chiqsanglar, bundan osonroq kelishamiz. Sababi rasxod qilib bloger olib kelib boshqa qilmayman. Yengilroq beraman, yengilroq qo'yyapman. Akalar, obunachi ko'paytirishgan, sizlarni ko'ngillarda olish uchun ham arzonroq sotyapmiz. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysanglar, keyinchalik mol olsanglar ham ziyon qilmaysizlar. Narxlar bilan tanishib turasizlar. Ko'p mollar chiqaramiz, boshqa aka-ukalarimizni ham 2-3tasida chiqarib turamiz. Ularni ko'rib, baho berib, narxlarga, hamyoqlarga o'zingiz fikringizni bildirib ketsangiz bo'ladi. Xudo xolasa bir boshdan boshlab beraveramiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa podpishka qilib tursanglar, akalar, bundan ham arzon mollarni olib kelib topib chiqarib berishga harakat qilamiz. Birinchi molimizdan boshlaydigan bo'lsak, jonivor 3-siga bo'g'oz. Tishlarigacha ko'rsatib beray. Tishlar lapatik. 8-chilari mana bu chekada endi chiqyapti. Rostakam 3-siga yosh mol. 5 oydan o'tgan bo'g'oz 5 oylikka tekshirib olasizlar, garantiyasini beraman. 5 oylikka o'zi apparatga bemalol qo'l soyingizga olinglar. Xudo xolasa jonivorni mana 6 litr suti bor, joning sog'ligiga. Sut chiqishlarini qarang, joning sog'ligiga. Mana chiqishlar, jonivor. Yelinlar yumshoq, yelini qattiq bo'lsa ham, bitta yelini nosoz bo'lsa, boshqa bo'lsa, qaytib olaveraman. Mashinadan tushirganda doktorlar bilan bo'g'ozligini tekshirib olinglar. Bemalol 5 oylikka garantiya beraman. Sog'ligini, yeb ichishini bir hafta ko'ringlar, xohlasanglar veterinarlarga ko'rsatib olinglar. Pul berishdan oldin, akalar, behijolat. Xudo xolasa birov norozi qilmaganmiz, yaxshi, sinalgan, sifatli borgandan keyin yoqadigan mollarni qo'yamiz. Xudo xolasa molni ko'rib turibsizlar, joning sog' bo'lgur. Taylarni ko'ryapsizlar, 4 yilning 4 ta joyda chiroyli. 5 oydan o'tgan bo'g'oz, 6 litr suti bor akalar. Xudo xolasa molimiz hamma yo'g'iga gap bo'lishi mumkin emas. Suvayli o'zimiz jaydar mollardan eski obunachilarni biladi, oldindan obuna bo'lganlar. Shved chiqarardim. To'g'ri, shvedda ham gashti boshqa, foydasi boshqa, lekin hozir bilayotgan bo'lsanglar, kamera men olgin, men gapiryapman-ku. Olyapsanmi, molni olyapsan? Akalar, shvedga bozorga chiqsanglar, og'zinglarga kelgan narxni aytib tashyapti. Ularni misol oldinlari olardi, yengilroq jaydar mollardan sal-pal puli qimmatroq bo'lsa ham, lekin puliga arziydirdi. Hozir mashin bundaqadan ikkita beradi-da. 4-5 oylik bo'g'ozini puliga mana bundaqadan ikkita beradi. Shammasili narxlarini aytib o'tib ketaman. Bozorga chiqsak palon pul narxi aytib qo'yapti, sotishyapti deb. Xullas, ularni olib birovga tavsiya qilib, anaqa ustigacha qo'yib sotishimiz kerak. Unaqa qilgani biz aqlimiz ham yetmayapti, keyin vijdon ham yo'l qo'ymayapti. Akalar, mana ulardan ham xudo xolasa ashlarni puliga ikkitasini tashlab qo'yinglar. Moylar ham 4 ta bo'ladi, ham ashlar bergan sutni ham beradi bular. Joning sog' bo'l. Yangi tuqqanda bu jonivor 10 ta, 12 ta sut beraveradi mana shu ham.
Mana mollarim tagini ko'rsatgan. Apki. Mana shu mollar hozir 10 ta beryapti. Hozir yangi tuqqanda 15 ta, raqschi bo'lsanglar 20 tagacha sut beradigan mollarda akalar, bulardan ham ziyon qilmaysizlar. Faqat yaxshigina foyda qilasizlar. 1 yil boqib qo'ysanglar yaxshigina daromad bor. Bolasi yoniga tushib bo'ladi. Qonda yana bo'g'oz qilib qo'ysanglar 2-3 oylik qarasizlar 50 milliondan oshib ketadi molinglar. Akalar, xudo xolasa shu mollardan ham yaxshi akalarimiz biladi, ko'pchilik yaxshi daromad qilib kelyapti. Xudo xolasa sifatli zo'r mol. Foyda qiladigan, baraka topadigan joy. Birinchi molimiz, ko'p gapirib o'tirmaymiz, ko'p chaynalordi o'zi. 6 litr sutga 5 oylik bo'g'ozga 3-bolasini tug'adi. Garantiyasi ham yo'g'iga garantiya beraman. Vodiychi besplatniy vohaga kelishilgan, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda xudo xolasa dastavkalarni chiroyli qilib qo'yaman. Narxiga 23 million 500 ming so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mol sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'tib uch, ko'tib past mol emas. Orqalari kvadrat. Molni hozir sutga ketaveradi, yem bersanglar, sutini olsanglar, 1-2 oy sog'ib ichsanglar, yaqinlashtirguncha biqqillatib qo'ysanglar, jonivorning o'zi yaxshigina foydasi bor. Ikkinchi molimiz. Joning sog' bo'lsin. Mana tishini ko'rsataylik. Mana 8 yurak. Buni ham 8-chilarni endi chiqargan. Bizga yetkazib qoldi. 3-siga olaverasizlar. 3-siga bo'g'oz rost ekan. Joning sog' bo'lgur. Eti baland. Sut chiqishlarini qaranglar. Ha, jonivor. Isrof bo'lyapti, so'kasizlar-chi kommentariyada yozib akalar. O'zingizlar fikringizni bitta qoldirib ketaverasizlar. To'rayildan napor bilan chiqadi. O, patologgacha chiqadi. Joning sog' bo'lgur. Tayda qaranglar. Oq tutay. So'raganlar bormidi? Shu. Ana. Ha, jonivor. Tutayda qaranglar, tutaydi. Bir paqir sut sog'asizlar akalar. 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. Joning sog' bo'lgur. Olmadi. Bundan kamerani pastga qo'yma. Mollar o'zini holatiga ko'rinsin. To'g'ri. Xudo xolasa akalar, o'zimiz kanalda obuna bo'lib kuzatib borsanglar, bundan ham zo'rlarni qo'yib beramiz xudo xolasa. Ikkinchi molimiz 4 oylik bo'g'ozga, 10 ta sutga, 3-bola bo'g'oz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, 23 million 500 ming bundan narxi ham. Aloqaga chiqsanglar, vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab vohalardan bo'lsanglar, kelishamiz. 500 ming 1 milliongacha qo'shilib qolishi mumkin. Mashina hisobini olib aloqaga chiqaverasizlar. 23 million 500 ming, 10 ta sut, 4 oylik bo'g'oz. Bemalol tekshirib olinglar akalar, bemalol. O'zi apparat shunday qo'lini tiqsang, 3 oy, 2 oy chiqsa ham qaytib olaveraman. 4 oylik bo'g'oz, ha jonivor. 3-chi molimiz. Joning sog' bo'lgur. Bu ikkinchisiga. Kalpat shvetidan so'raganlarga kalpat shveti kiradi, xudo xolasa. Ko'rsat. Mana. Tak. 6 kurak. 8-chi bo'zakishlar turib, 8-chi chiqmagan. 6 kurak. Jonivor. Mana tagi. Xo'sh. Mana yoshli olasan. Mana. Ol jonivor. Tutaylarni qaranglar, mazaq so'g'adigan. Viz sog'ib ketasizlar, ana. Isrof bo'lyapti, endi sizlarga ko'rsatib berishim kerak. Mana. Yoshligini ko'rasiz, bunun naporini ko'rasiz, jonivor. Qashqasda kalpat shvetidan so'raganlarga mana. Tayyor ko'ryapsizlar, dahshatligini, bokini qaranglar. 10 ta suti bor, 3 oylik bo'g'ozga xotirjam tekshirib olinglar. Syonkasi bor, videosini ham tashlab beraman bemalol. 3 oylik bo'g'oz. Ikkinchisiga yoshidan so'raganlarga. Qirg'izdan o'tmaganmikan? Yo'q. Kalpat shvetidan so'ragan. O'zimiz mol. 10 ta sutga 3 oylik bo'g'oz. Joning sog' bo'lsin. Ikkinchisiga bo'lsa, yosh bo'lsa, yana nima qilib bersin? Narxiga 23 million 500 ming ham. Aloqaga chiqaverasizlar. 10 ta sutga 3 oylik bo'g'ozga. Aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishamiz. 23 million 500 ming akalar. Bayram oldi aksiya mana. Mollar xudo xolasa go'zal bo'ldi. Uchalasi 23 million 500 mingdan. Bir xilda ketdi. Oshirroq olganlarim bor, balandroq olganlarim bor. Mayli, sizlar maza qilinglar, xudo xolasa bayram oldi aksiya. Akalar 23 million 500 dan. Uchovsini bitta joyga olaman deganlar ham sutni yoradi, sutga ishlaydi, ham
yaxshigina foyda qiladi. Uchalasini yoniga 3 ta bola tushib qolsa, mol 6 ta bo'lib qoldimi, ko'rdingiz. Bu mollar bekarga qolib ketadi akalar. Bitta xonani tug'ib qo'ysa ham 15 million bo'lyapti. 2 oy em bo'lgandan keyin, 2 oy emizib qo'ysa. Bular 7-8 millionga qolib ketadi, xudo xolasa. 23 million 500 dan uchalasiga aloqaga chiqaverasizlar. 4-moli. 7 oy, 7,5 oy bo'g'oz. 7 oyga beraman. Mana yoshligi. Ikkinchisiga bo'g'oz bitta tuqqan, tishi 6 kurak. Buni ochmayman. Tishi 6 kurak bo'lmasa, 7-8-inchilar chiqqan bo'lsa, og'zida bo'zak tishi bo'lmasa, pul molni olib qolasa, pulni bermasdan shopurni qaytarib olaverasizlar akalar. Bodi bo'ylab dastavka qilib beraman. 25 million 800 ming. 25 million 800 ga aloqaga chiqaverasiz. Turishini ol, jonivorda. Joning sog' bo'lgur. Yoshligini qaranglar, jonivor. Deb desam debman. Deb. Ana. Oyog'ini chotini orasidan xohlagan tomonlardan sog'asizlar. 25 million 800 ming. 7 oy bo'g'oz. Jonivorni ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Orqalarini qarang. Ha, jonivor. Shvedga ham chatishgan, xudo xolasa. Chiroyli, endi Shvedga chatishgan, patishgan bilinmay, onasini hamsin olinglar mashmolga, maza qilib boqinglar, sifatni qaranglar. O'zi biladi-yu, molni bilgan odam. 25 million 800 mingga aloqaga chiqsin. 7,5 oy buni ham 7 oyga beraman. 2 kurak. Birinchisiga. Bu tayini jonivorda. Birinchisidan shunaqa taydi, xudo xolasa yoradi, zo'r sigir bo'ladi. Qirg'iz Shvedidan so'raganlaring. Mana. Men unaqa 30-35 narx aytdim-ba. Joling sog' bo'lsin. 7 oy bo'g'ozga. Kallalarni ol, apki. Bemalol, bolasi lopillab yotibdi. 2 oyda tug'masa, chat pullarni, foydalarni yeb ichganini berib turib qaytarib olib kelaman, xudo xolasa. 2 oy bormaydi jonivor. 7 oydan oshiq bo'g'oz 7 oyga olaverasizlar. Yozib qo'yinglar akalar. Bugundan kontaktinglarga nomerini ham saqlanib qo'yinglar. Arzonchi bola deb turib, xudo xolasa, mana jonivor 26 million 500 ming. Moldi. Bu. Bunday aylantirib olib ber jonivor. Chosh. Ha, joning sog' bo'lsin. 26 million 500 ming akalar. 26 million 300 ming aloqaga chiqarasizlar. O'tib ham beraman. 26 million 300 mingga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Mollar sifati kuchli, xudo xolasa. Gapiyomi narxlariga, obuna bo'lib qo'yinglar, zarar qilmaysizlar, xudo xolasa. Mollarni qaranglar. Ha, joning sog' bo'lsin. Ortiqcha ko'p gapirib bo'lsam uzr. Videoda kamchiliklar bo'lsa, Telegramlarga alohida mollarni video qilib ham tashlab beraveramiz. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, savdolashib, rozi-rizochiliklar bilan xudo xolasa yetkazib beraman. Mana shu uchala molni suti bor mollarni birortasini bir piyola soqqanim yo'q. Asosiysi yeb ichish sog'lig'iga garantiya beraman. Bemalol aloqaga chiqib, savdosini qilaverasizlar, xudo xolasa mollar sifati zo'r. Akalar ekranning nomerlariga aloqaga chiqasizlar va ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin.